dokument noto'g'ri ekan, bir joydan qo'l qo'yish kerak deb nomini o'tkazib olgan. Bu ham domimiz ikki xat dom boradi, dom. Shamsiddinda uchrata turadi, Shamsiddin o'g'lim. Uni chiqarib tashlab sotgan domni. Buni ham o'zi nomini o'tkazgan. Shuning uchun qizimiz bizga yoqmay turibdi, qizimning qilgan ishlari. Telefon ham olmaydi qizim. Telefon ham olmaydi, telefon ham qilmaydi. Kelib kechirim so'rash kerak bizdan. Shu kechiramiz uni, kelib kechirim so'rasa. Birovdan qilishmayin kam, kiprikka qo'ndirmay zarra g'ubordan asrashib birovdan qilishmayin kam, kiprikka qo'ndirmay zarra g'ubordan deyishib zuryodim oppog'im bolam, atrofda parvona kim edi? Ana 29'da sud bo'ladi endi. Ukasini qolmasin deb qilyapti. Ukasi Shamsiddinga qolish kerak bu. Uy, Shamsiddinga qolmasin deb Shamsiddin bilan kelishmay shunday qilyapti. Bo'shatadi deyapti hozir. Bo'shatinglar deyapti uyini. Bo'shatlar ham bilan qiraveramiz biz. 30 yildan men shu yerda qo'shnilar biladi. 30 yildan men shu yerda shuni qurganman. O'zim chizganman. Ben sauna, teyin sauna, orada ham havuz, hamma o'zim qurganman, 16 sotik joy. 60-yildan shu kungacha bu odamni issig'ini, sovug'ini, hamma nimasini, yaxshisini oshirib, yomonini yoshirib, 6 ta bola dunyoga keltirib, bitta bola Xudoga kerak bo'ldi. Meni o'zimning dardim yetarlik bolam. O'g'illar qatta deyaptilar mana muxlislar, yurt. Ular 3tasi Turkmanistonda, mana bittagina mana Kenja shu yerda. Bu mulk bo'linmali bo'lsa 5 bo'linmali, to'g'rimi? 5 farzandmi? U yo'q, bularga yetkazmay o'ziga olacak. U qizi dinimizda ham, hech yerda ham qiz chiqdimi, chiqqan yering bilan bo'l. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deydi. Bu bo'layotgan narsalar hammasi menga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Ota-onam birinchidan buni o'zlari rozi bo'lib berishgan. Guvohlar bor. Bu narsa qonun doirasida bo'lgan hammasi. Munosabatim buziladi deb o'ylamayman, chunki butun umr men ota-onamga qaraganman ko'proq. Farzandlarning ichida meni mehnatim ko'p singanda ota-onamga. Men bularga mana o'zini qo'shnilari ham biladi, meni qo'shnilarim ham biladi, tanish bilishlar ham biladi buni. Har bitta uyda bari qo'lim izlari bor burchagida, har bir uyda. Remont bo'ldimi, bular uy qurdimi? Men ota-onamni deb yashaganman shu paytgacha. Ko'chada qoldik deyishyapti, yolg'on gapirishyapti. Lekin ertaga ko'chada aniq qolishini bilmayapti-da. Ertaga aniq qoladi-da hozir bu mana shu kimga nimaga qilyapti hozir? Olib o'sha ukamizni berib, o'zi ertaga meni uyimga kirib keladi, kuyovning uyiga kirib o'tiraveradi. Kelib bilmayman men deydi-da, kelib o'tiradi. Men bilaman-da bularning xarakterini.